Qıpqızıl yalğançılıq. Abdori Bill Gates. Kommunist Xitayning dunyoviy hukmron bo'lish istikining ish yuzi. 13-bab. Dengizdagi urush portlash nuqtasi va Xitoyning marvoyit zanjiri kengaymichiligi. 2-qism. Dastlabda Xitoylar Matsni do'stonlik bilan yaxshi kutib olib, Amerika-Xitoy orasidagi harbiy aloqaning intayin muhimligini ta'kidlamoqchi bo'lgan. Shundaqla Xitoyning Shi Jinpingni o'z ichiga olgan partiya va armiya kattaboshlari Mats bilan ko'rishish strategiyasini birlikka keltirib, Amerikaning Tayvanga qurol setib berishi va boshqa sazgur masalalarda Matsga bak ig'ir besim qilvatmasligini planlagan. Beijingda Mats bilan o'tkaziladigan yig'inda qo'llanilmoqchi bo'lgan dastlabki metod Trumpning maydoni bakla turaqsiz. Mats 1 yil ichida 5 burchaklik binodagi vazifasidan ayrilishi mumkin. Shunga bu yig'inning ahamiyati ancha zo'r emas degan fikr sababli ikkinchi loyihaga o'zgartirib o'tilgan. Ondan bu ikkinchi loyiha Amerikaning ichki qismidan qo'lga tushirilgan Trumpning Matsni vazifasidan qoldirganligi to'g'risidagi konkret istixboroti sababli yana bir qatim o'zgartirilgan. Agar bu istixborot to'g'ri bo'lsa, Xitoy Kompartiyasi va Xitoy Ozodlik armiyasining rahbarlari o'zlarining barliq talablarini to'liq va ochiq o'ttirg'i qo'yadi. Shundaqla Matsga ancha do'stona muomala qilishning hojat qolmaydi. Xitoyning talablari Amerikaning Tayvanga qurol-yarog' setib berishini to'xtatish, Amerikaning Janubiy Xitoy dengiz xalqaroliq dengizdir degan maydonini qat'iy rad qilish va Beijingning dengiz boyliqlarini qo'g'dash qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Mats Beijingda Xitoyning har xil siyosiy va harbiy rahbarlari bilan ko'rishayotganda Shi Jinpingning Janubiy Xitoy dengizi, Sharqiy Xitoy dengizi va Tayvan bo'g'izini nazarda tutgan holda Xitoy bir g'iris zimindinmi voz kechmaydi degan haqoratlik pozitsiyasini bildirishidan qaraganda Xitoyning 3-xil loyihani qo'llanganligi aniq edi. Mats 2018-yili 12 ayning 20 kuni vazifasidan istifa berdi va xizmatni o'ngishliq o'tkazib berish uchun 2019-yili 3 ayning 1 kunigacha vazifasini davomlashtirganligini aytdi. Aradan 3 kun o'tganda Trump Patrik Shanaxanning 2019-yili 1 ayning 1 kuni Matsdan vazifani o'tkazib olib, muvaqqat davlat mudofaa ministri bo'ladiganligini jakarladi. Trumpning bu ishi Matsni shu kunila 5 burchaklik binodan ayrilishga majbur qildi. Keyin Trump amaliyotda o'zining Matsni ishdan bo'shatganligini aytdi. Ronald Reagandan buyanqi eng konservativ prezident deyishga bo'ladigan Trump bilan siyosiy ko'zqarashda o'xshamasliklar borligini bayqagan Matsga nisbatan bu to'lama azobliq ayrilish edi. Mats o'zining 2018-yili 6-oydagi pijg'irin issiqda davomlashgan 2 kunlik Beijing ziyorati jarayonida rahbarlar orasida yoki harbiy qismda oshkora ixtilof borligini bayqamagan. Lekin Xitoy armiyasidagilar va Xitoy rahbarlari Xitoy Ozodlik armiyasi zo'r xatarga duch kelmoqda deb qaraydi. Ahvoldan xabardor uchur manbalarining aytishicha, Xitoy Kompartiyasining tizginidagi bu armiya Xitoy Ozodlik armiyasi 2 cho'ng xirisga duch kelgan. Shundaqla bu xirislar Xitoy Kompartiyasining hokimiyatini tahdidga uchratgan. Buning birinchisi Shi Jinpingning Xitoy Ozodlik armiyasining eng yuqori darajalik bir qancha kattabishini o'z ichiga olgan nurg'un kishilarni
ujuqtırıۋətkən siyasi tazlash harakatidan natijalangan Xitoy Ozodlik armiyasining ichki qismidagi barg'ansir adavatgan muqimsizlikdir. Ikkinchisi, Xitoy hukumati Xitoy Ozodlik armiyasining barg'ansir ko'payayotgan pensionerlarga pensiya maaşı berilmagachga bu pensionerlarning tirikchilik g'amini hal qilolmasligidan shakllangan barg'ansir kuchayayotgan noroziligidir. 2018 yildan boshlab Xitoy Ozodlik armiyasining pensionerlari Xitoydagi bir qancha shaharda, shundaqla Beyjingdagi Xitoy Kompartiyasi va Markaziy harbiy komitetining bosh shtabi oldida keng ko'lamlik norozilik namoyishi o'tkazdi. Mo'ljallarga ko'ra, ko'chaga chiqib namoyish qatnashgan harbiy pensionerlarning soni 1,3 million yetgan bo'lib, ularning orasida 10,000 odam qo'lga ilingan. Xitoy Ozodlik armiyasining rahbarlari asosliqi pensiyaga chiqqan harbiylarning namoyishining 1989 yil 6 oyda partiyani ichki ixtilofga solgan demokratik namoyishga o'xshash keng ko'lamlik namoyishga sabab bo'lishidan ansiraydi. Xi Jinping armiyani o'zgartib tashkillash orqali Xitoy Ozodlik armiyasidagi Xitoy Kompartiyasining rahbarlari bilan bevosita tuqqandarchiligi yoki qudubachilik munosabati bor yuqori darajalik amaldorlarning nisbatini tuvallatishni maqsad qilgan edi. Xi Jinpingning hokimiyati ostida yuqori darajalik ofitserlarning 75%lik nisbati biroqla 50%ga qisqartildi. Xitoy Kompartiyasining ancha layoqati yo'q shahzodalarga yuqori darajalik harbiy unvon berilishmi? Ularni haqiqiy harbiy emas, balki siyosiy rahbarlar deb qaraydigan kasbiy harbiylarning noroziligini qo'zg'ab keldi. Bu Xitoy Ozodlik armiyasining ichki qismidagi muqimsizlikning barg'ansir adavatganligining texmi kuchlik alomatidir. Xitoy harbiylarining Tayvanni va Janubiy Xitoy dengizini qandoq tizginlash, ya'ni yutib olish haqidagi ixtiloflarmi Xi Jinpingni tashvishlantiradigan yana bir omildir. Ularning ixtilobiy asosligi Yaponiyaga yaqin joydagi Yaponiyaning shimolidan Janubiy Xitoy dengizigacha so'zilgan birinchi orol zanjiri deb atalgan orollarni yutib olish kerakmi yoki qo'shin va texnikani kuchaytirib dengiz yoqasidan yiroq rayonlardagi ikkinchi orol zanjirini, ya'ni Xitoyning dengiz qirg'iqidan bakli yiroqlardagi Amerikaga tava bo'lgan Guam oroli va boshqa Tinch okean orollarini o'z ichiga oladigan Balvog'dagi quruqliq va dengiz rayonlarini tizginlash kerakmi degan masalaga markazlashgan. Bir Balvog' bir yo'l projekti Xi Jinping tarafidan o'tirib qo'yilgan. Xitoyning dunyoga xo'ja bo'lish orzusini ishga oshirish uchun tuzilgan eng muhim yangi planlarning biridir. Mazkur projektga ko'ra Xitoy Ozodlik armiyasi o'shki yangi harbiy baza orqali O'rta Sharq va Shimoliy Afrikaga kengayishni planlagan. Bu bazalar Iran, Qatar va Saudiya Arabistonda quriladi. Xi Jinping yana bir Balvog' bir yo'l projektining bir qismi sifatida Xitoy bilan energiyaga boy O'rta Sharq orasidagi dengiz quruqliq liniyasini qo'g'dash uchun Janubiy Xitoy dengiziga joylashgan Xaynan orolidagi suv osti parxodi bazasini kengaytmoqchi. Xi Jinping yana Xitoyning yuqori texnika sohasini taraqqiy qildirish planini tezlatmoqda. U 2018 yili 1000 kunlik plan deb atalgan bir planni o'ttirg'i qo'ydi. Mazkur planda 2022 yilgacha halqiliq yuqori texnika sohalarini taraqqiy qildirish va ulardan foydalanish nishon qilingan. Mazkur nishonni ishga oshirish uchun 380 ming nafar tadqiqotchi va texnik qabul qilish planlangan. Xitoy Amerikaning
өзігімі Чаушенге қолланғандак ұсыл қолланышыдың, яғни Президент Trumpның тәхдид və söhbət тәң қолланылған метод арқылық Kim Jong-un hakimiyetini ядро құраллары və uzaq musafirlik başqurulduğan bombalardan vaz keçishga qıstığandaq usulni qo'llanishidin tashvishlanganligi uchun mazkur planni tuzib chiqqan. Shi Jinping Amerikaning Choshan bilan kelishim hosil qilgandan keyin tig' uchun Xitoyga qartishidan ansiraydi. Shu vajidan Xitoy hukumati Amerika bilan Choshan orasida har qandaq yadro kelishimi tuzilishni qo'ldan kelishcha kechiktirishga tirishadi. Shi Jinping va Xitoy Kompartiyasining boshqa rahbarlari o'zlarining Amerikani mag'lub qilish planining bir qismi sifatida Xitoy, Rossiya, Choshan, Iran va Turkiyani o'z ichiga olgan Amerikaga qarshi davlatlar ittifoqi shakllantirishga o'rnayotdi. Bu xil ittifoqning vujudga chiqishi Amerika uchun qabohatdan boshqa narsa emas. Xitoy dunyo miqyosida Panama kanalining ikki uchida soda porti qurishdan tortib, Bahama taqim orollarida asosliq soda porti ta'sis qilishgacha tinimsiz harakat qilmoqda. U yana o'zining harbiy bazalarining doirasini Somali yarim orolidagi Djibutidan Pokiston, Tojikiston va O'rta Sharq va Shimoliy Afrikaning hamma joylariga kengaytdi. Xitoyning bir balvoq bir yo'l projektidagi necha trillion dollarlik ul muassasa barpo qilish planining nishoni taraqqiy qilayotgan davlatlardir. Xitoyning chet ellardagi tunji harbiy muassasasi Amerika armiyasining Djibutidagi Limonier gazarmasi deyiladigan halqiliq harbiy bazasiga 1 mil, ya'ni taxminan 1,6 kilometr keladigan yerga joylashgan. Bu qadar yaqin oraliq tufayli Amerika harbiy doiralari Xitoylarning josuslik qilishidan ansirashgan edi. Degandek 2018-yili atiyazga kelganda Xitoylar o'z bazasiga yaqin joyda uchgan Amerika aeroplanlariga lazer nuri bilan kashila to'ldirgan. Taki Federatsiya Aviatsiya boshqarish idorasi 2018-yili 4-oyning 14-kuni uqtirish chiqarib, mazkur rayondagi uchqunchilarni Xitoyning bazasidan chiqadigan lazer nuri kashilasidan ogoh bo'lishga undaganga qadar Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi bu ishni yoshirin tutgan. Federatsiya Aviatsiya boshqarish idorasi uchqunchilarga tarqatgan uqtirishda Amerika bazasining atrofida ko'p qitim yuqori energiyalik lazer qurollariga chetiladigan lazer nuri qo'yib berish vaqalari yuz berdi deyilgan. 5 burjaklik binoning bayonotchisi Dana White lazer kashilasi vaqalarining yuz berganligini muayyanlashtirib, vaqa sonining 2 dan ko'p, 10 dan oz ekanligini va bu vaqalar sababli Amerika uchqunchilarining ko'zining yaralanganligini aytdi. Shuning ichidagi bir vaqa C-130 tipliq aeroplanning uchqunchilarining ko'zi lazer nuri sababli qattiq zaxmlangan. Amerika bu ishning salmoqini selishtirib, Xitoyga e'tiroz bildirish yoki diplomatik not topshirish bilan kifoyalandi. Halbuki Xitoy armiyasining Amerika harbiylariga qilgan oshkora dushmanlik hujumiga qarta jazo tadbiri, hatto hech qanday harakat qo'llanmaslikdek bu xil qilmish o'tmishda Xitoy kommunistlarini tanqid qiladiganlar tarafidan e'tiroz savdoligi deb mazoq qilinadi. Xitoyning Djibutidan keyingi bazasi Beyjingning Isroili, ya'ni Xitoy bilan Pokistonning munosabati Amerika bilan Isroiliyaning quyuq munosabatiga o'xshatilgan deb atiladigan Pokistonda qurildi.
Xitayning Pakistanning Gwadar shahridagi soda porti qurilishi tamomlanish oldida turibdi. Shundaqla Xitayning bir qancha harbiylar o'miki 2018 yilning boshlarida Pakistanning Oman qo'ltig'idagi İran chegarasiga yaqin joydagi Jivani shahrida dengiz armiya bazasi qurish ishini maslahatlashish uchun Pokistonni ziyorat qilgan. Jivanida qurilg'isi baza Xitoy ozodlik armiyasining ham dengiz armiya, ham havo armiya bazasi qilinadigan bo'lib, uning Gwadar bilan bo'lgan orliqi yaqin. Jivani taxminan 15 mil uzunlikdagi bir yerim orolga joylashgan bo'lib, taraqqiy qildirilishdan ilgari bu yerda bir kichik aydirim bor edi. Gwadar bilan Jivani ikkilisi Pokistonning g'arbidagi Balujiston o'lkasiga qarashliq shaharlardir. Jivanidagi bazaga Xitoyning harbiy aeroplanlari, transport aeroplanlari va yuk aeroplanlari uchib qo'nalaydigan uzun uchish-qo'nish yo'li yasash planlangan. Gwadar xalqaroliq aydirmami ig'ir tipdagi harbiy transport ishlarini bir taraf qilalaydigan qilib o'zgartirilyapti. Növbətdə Xitay Azadlıq Armiyasının ofitserlərini öz içigə alğan bir qancha 100 Xitay Gwadar portida xizmət qılıdı. Xitay bu yerdəki bazanın qurilishini şəxsi şirkətlərə qılğızış arqılıq onun harbiylik xususiyətini yoşurishqa urinıvatıdı. Xitay Pakistanda hərbiy baza qilishni o'ylashivatgan 3-chi o'rin Gwadarning bir qancha 100 mil sharqida Hindi okeanining qirg'oqida, ya'ni Karachiga yaqin joydagi olam bo'shliqi tadqiqoti va ilg'or hisoblash markazlari bilan to'nilgan Sonmani qo'ltiqidir. Pokistondagi bu bazalar Xitoyni Paris qo'ltig'idan Xitoygacha bo'lgan neft toshish liniyasidagi strategiyalik qatnash tugunlarini tizginlash imkoniyatiga ega qiladi. Hindiston armiyasining pensiyaga chiqqan polkovniki, surat istixboroti mutaxassisi Vinayak Bhatt Djiboutining sun'iy hamroh suratlarini tahlil qilib, Afrikadagi bu bazaning bir brigada askar va necha 10 tik uchar aeroplanni bir taraf qilalig'idak qilib qurilganligini aytdi. 200 gektar cho'ngliqdagi bu bazada kam deganda 10 gazarma, o'q dori sklati, bir ishxona binosi va bir tik uchar aeroplan maydoni bor. Djiboutidagi baza Xitoyni Afrikada o'z ta'sir kuchini joriy qildirish imkoniyatiga ega qilish bilan bir vaqtda mazkur muassasa yana Gwadar va Karachida qurilish planlanayotgan bazalar uchunmi o'rnak qilinishi mumkin, dedi Bhatt. 2019 yilning beshida Bhatt O'rta Osiyoning ichki qismida, ya'ni Afg'onistonning eng sharqiga 10 mil keladigan joyda Xitoyning yana bir bazasi borligini bayqagan. Sun'iy hamroh suratlari Bhatt bayqagan bazaning Xitoy chegarasiga 19 mil keladigan Qizil Rabat degan yerga joylashganligini ko'rsatdi. Janubiy Xitoy dengizi Xitoyning geostrategiyalik harbiy marvoyit zanjiri, ya'ni 5 burchaklik binoning tadbiridagi markaziy nuqtasidir. Mazkur harbiy marvoyit zanjiri kazzoblik bilan taraqqiy qilmagan davlatlarga yordam beradigan iqtisodiy ul asliha programmasi sifatida elib berilyapti. Amaliyotda bo'lsa, Xitoy mushxil yordamlar orqali dunyoning har qaysi joylarida harbiy baza, port va ziyorat ijozati qatorliqlarni qo'lga tushirib, Xitoy dengiz armiyasi va havo armiyasi chet el muassasalarini ishlatish imkoniyatiga erishyapti. Osiyo va Tinch okean bexatarlik ishlariga mas'ul muavin davlat mudofaa ministri Randall Shriver
2018-yili Xitoy Azadlıq Armiyasının bir balvaq, bir yo'l projektining muhim ishtirokchisi ekanligini oshkorildi. Shriver 5 burchaklik bino Xitoy chet elda cho'ng tipdagi baza qurdi deb qaramdi yo'q degan savolga mundaq javob berdi. Bu faoliyatlar o'xshash bir turga tava. Ularning Djiboutidagiga o'xshash umumyuzlik bazalarni qurishi natayin. Ular navbatdagi bosqichda ziyorat qilish ijozatini qo'lga keltirishga tirishishi mumkin. Bizning diqqat qilayotganimiz ularning bir qism ul aslaha turlari, bo'libmi ularning port va port atrofidagi ul aslahalar uchun tanlayotgan joylardir. Biz ularning nurg'un ahvollarda, ya'ni harbiy kuchlarning kirish ijozati to'g'risida suhbatlashayotganligiga ishonamiz. Ziyorat ijozati kelishimi Xitoy askarlari, aeroplanlari va paraxodlarni baza va aslahalarga o'rinlashish imkoniyatiga ega qiladi. 2018-yil 8-oyda Cumhuriyetçiler Partiyasi va Demokratlar Partiyasining bir qism kengash palata a'zolari Prezident Trumpga xat yozib, xalqaro pul fondining Xitoyning talon-taroj xarakterlik qarzlarining ziyonkashligiga uchirgan bir qancha davlatni qutqizishini cheklashini talab qildi. Buning, ya'ni Xitoyning talon-taroj xarakterlik qarzlarining ziyonkashligiga uchirgan davlatlarning bir misoli Sri Lankadir. Sri Lanka 2017-yil 7-oyda Xitoyning davlat ig'dorchiligidagi bir shirkati bilan Hambantota portini 99 yillik ijara berish to'xtami imzoladi. Sri Lanka Xitoydan olgan qarzni qaytara olmagandan keyin Xitoy mazkur zamonaviy portni egallab oldi. Gretsiyaning Pravus va Avstraliyaning Darwin shaharlaridagi portlar to'g'risidami mushuninga o'xshash kelishimlar hosil qilingan. Yer shari taraqqiyot markazining dokladidagi ogohlantirishga ko'ra, Xitoyning 8 trillion dollarlik bir balvaq, bir yo'l projekti qatnash, energiya va telegraf ul aslahalarini taraqqiy qildirishga aloqador turlarda 68 davlatga chetiladi. Bu davlatlardan 23 bu projektga qatnashganligi uchun qarz mushkulotiga uchirgan. Buning ichida 8 davlat Xitoyning davlat banklariga qarzdorligi sababidan yuqori yoki ko'rinarlik xatarga duch kelgan. Bu davlatlar Djibouti, Qirg'iziston, Laos, Moldaviya, Mong'oliya, Qoratog', Pokiston va Tojikistonni o'z ichiga oladi. Aldingi asrning 90-yillardan boshlab 5 burchaklik bino va davlat ishlari mahkamasida ishlagan peshqadam Xitoy ishlari siyosatchisi Shriver 5 burchaklik binoning Tayvanning havo mudofaasini zamonaviylashtirish uchun tirishayotganligini aytdi. Ammo Tayvan hali ham Xitoyning dengiz bo'yidagi bazalardagi Tayvanga qartilgan 2000 ga yaqin boshquriladigan bombaga taqobil turolmaydi. Tayvanga Amerikaning vatanparvar nomli boshquriladigan bombaga qarshi turish sistemasidan bir qanchasi setildi. Ammo Tayvanning boshquriladigan bomba tahdididan mudofaalanish iqtidorini kuchaytirish uchun ularga Amerika dengiz armiyasining Aegis nomli boshquriladigan bombadan mudofaalanish parxodi va quruqliq armiyaning yuksak egizlik rayoni mudofaa sistemasi qurol sistemasini setib berish kerak. Bu ikkilisi qisqa va o'ttir musofirlik boshquriladigan bombaga zarba berish iqtidoriga ega. Xitoyning Tayvanga qartilgan boshquriladigan bombalari DF-15,
DF-11 va DF-16 tipliq qisqa musofiliq boshqariladigan bombalarni, shundaqla DF-21 tipliq o'rta musofiliq boshqariladigan bombasini o'z ichiga oladi. 2000 yildan 2019 yilgacha bo'lgan araliqda keng ko'lamlik boshqariladigan bomba tahdidi sababli Tayvan bo'g'zidagi harbiy kuch tangpunlig'i Beyjingga foydaliq yo'nalishga taraqqiy qildi. Tayvanga yordam berish uchun Amerika hukumati Taybey hukumatining boshqariladigan bomba taraqqiyoti jihatda boshqa bir xil usulni qo'llandi. Ilgari Washington xalqaro boshqariladigan bomba texnikasini kontrol qilish tuzimiga moslashish uchun Tayvanning musofasi 310 mildan oshadigan boshqariladigan bomba yasamasligini ta'kidlab kelgan edi. Halbuki Tayvanning quruqlikqa hujum qiladigan chorlig'uchi boshqariladigan bombasi Shongfeng 2E'ning musofasi xalqaro boshqariladigan bomba texnikasini kontrol qilish tuzumidagi chekdan eshib ketgan Tayvanning yana Wenjian nomliq yiroq musofiliq havodan qo'yib beriladigan chorlig'uchi boshqariladigan bombasimi bor. Har ikki chorlig'uchi boshqariladigan bomba Xitoyning sharqidagi mo'yim nishonlarni xavfga uchirtib, Xitoyning hujum qilishini to'sishiga yordam berdi. Besh burchaklik bino yana Amerika davlat mudofaasi o'tdigar shirkatlarining Tayvanning Xitoyning dengiz armiyasiga tahdid soladigan zamonaviy suv osti parxodini taraqqiy qildirishiga yordam berishni tasdiqladi. 2019 yil 3 oyda Trump hukumati F-16 V tipliq kurashchi aeroplandan 66 ni Tayvanga setishni tasdiqladi. Bu oldingi asrning 80-yillardan buyon Tayvanga setilgan tunji ilg'or urush aeroplanidir. Tayvan hukumati 2009 yildan boshlab izchil holda ko'nirgan va ufrab ketgan urush aeroplanlarining o'rniga yangisini saplashga tirishib kelgan edi. Tayvan Xitoyning sharqi-janubiy dengiz qirg'iqiga taxminan 100 mil, 160 kilometr keladi. Xitoy kommunistlari 1949 yili ishki urushda g'alaba qilib, hokimiyat beshiga chiqqanda Kuomintang armiyasining qoldiqlari Tayvanga qochib ketgan edi. Xitoy Janubiy Xitoy dengizi va Tayvandan boshqa Sharqi Xitoy dengizidagi Senkaku orolini Yaponiyadan qaytarib olishga urinyotidi va bu jihatda keng ko'lamlik harbiy hayva qilish harakatlarini boshlab bo'ldi. Bu harakatlar Tayvanning shimoliga joylashgan odamsiz kichik orollarga Xitoy ozodlik armiyasining urush aeroplani va urush parxodini avatishni o'z ichiga oladi. Harbiy istixborot amaldorlarining qarashicha, Xitoy harbiy manevrlarni asos qilib, dengiz osti neft va tabiiy gaz zapasi ko'p deb qaralgan Senkaku orolini qaytarib olish uchun qisqa, shiddatlik urushga tayyorlik qilmoqda. Dengiz armiyasining pensiyaga chiqqan kapitani James Fennell Tinch okean flotining yuqori darajalik istixborot amaldori bo'lgan mezgildagi so'ziga ko'ra, Xitoyning Senkaku orollariga bo'lgan tahdidi Xitoy ozodlik armiyasiga berilgan Yaponiya bilan bo'lgan urushga tayyorlik qilish vazifasining natijasi bo'lib, bu xil urush Yaponiyaning sharqiy Xitoy dengizidagi kuchlarini tarmar qilib, Senkaku orollarining emas, hatto Amerikaning Okinawa'dagi strategiyalik harbiy bazasini o'z ichiga olgan, yana bir turkum orollarni o'z ichiga olgan janubdagi Ryukyu orollarining Xitoyning qo'liga tushib ketishi bilan natijalanishi mumkin ekan. Fennell Xitoyning o'ziga qarashliq
Yer shari vaqt kezdida boshqa davlatlarga yadro hujumi qiladiganligi bilan tahdid solganligini aybladi. Mazkur gazetdagi maqolada Xitoyning suv osti parxoddan qo'yib berilgan yadro boshqarilgan bombasining Amerikaning G'arbiy dengiz qirg'og'idagi Los-Anjelesni o'z ichiga olgan joylarni qandoq nishonlaydiganligi va uningdan shakllanadigan yadro radiatsiyasining sharqqa kengayib 12 million Amerikalikni jinidan juda qiladiganligi haqida jar silingan edi. U agar Amerikadagi har qanday taratquda mushuninga o'xshash bayonot berilgan bo'lsa, Xitoyning qanchalik g'azablanib ketadiganligini tasavvur qilib beqing dedi. Fanel Xitoyning yoshirin harbiy harakati haqida ochiq-oshkor gap qilib, bir necha oydan keyin bexatarlik belgilamalariga xiloflik qilganligi uchun dengiz armiyasidan majburiy chiqarib etilgan. 2014 yil 11 oyda Tinch okean flotining bosh mufattishiga sunilgan noma'lum arzlarda Fanel chet elliklar bor yerda maxfiy uchurlar haqida to'xtaldi deyilganligi uchun u istixborot xizmatidan yetkib etilgan. Ammo u buning o'rniga pensiyaga chiqqan. Uning vazifasidan qoldirilishi uning Xitoy armiyasi to'g'risidagi Amerika dengiz armiyasi va Obama hukumatidagi Xitoyni qo'llaydigan amaldorlarni g'azablantirgan kaskin baholarga qarta siyosiy o'ch ilish deb qaraldi. Davomi kelarki sonda ulab beriladi. İngilizceden tərcüm qılğıçılar Hikmətyar İbrahim Ənvər Qarqurum. Mənbə Uyğurlar Tor jurnalının 13. sanıdan elindi.